Urganch shahrida viloyat umumta'lim muassasalari direktorlari kengashi tomonidan tavsiya etilgan maktab direktorlarining yil yakuni bo'yicha hisobotlari eshitildi. Mazkur tadbir doirasida ular uchun seminar trening ham tashkil etildi. Vazifalar, istiqbolli rejalar va aniq maqsadlar yuzasidan ma'lumotlar berildi. Har bir direktor hozirgi kunda shaxsiy va kasbiy rivojlanmasa, bugungi ta'lim tizimiga munosib direktor bo'la olmaydi. Maktabni rivojlantirish strategiyasi 5 yillik qilib tuzganmiz va bu strategiya bo'yicha qalqon guruhini tuzish maqsadidaman. Bu qalqon guruhini tuzishdan maqsad o'quvchilar o'rtasida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish, narkojinoyat va millat genofondini asrab-avaylash bo'yicha, zo'ravonliklarga qarshi bola huquqlarini himoya qilish bo'yicha targ'ibot ishlarini olib borish, challengelar, chorlovlar shaklida ijtimoiy tarmoqlarda yoritish orqali o'quvchilarni ta'lim tarbiyasini rivojlantirishni maqsad qilganmiz. Shuningdek, seminarda ishtirokchilar